man o'sha Jo'qay Kishidigan man bugun video olaman. Bu videoning nomi Minecraftda 10 kun yashadim. Men Minecraftda 10 kun yashash videosini olmoqchiman. Xullas biz bu videoni boshladik. Go. Do'stlar, men bu 10 kun ichida iloji boricha ya'ni 10 kun ichida tezroq kuchayishga va iloji bo'lsa diamond topishga harakat qilaman. Agar sizlar tilda aytganda, ya'ni bizning tilga aytganda almas topish niyatlaymiz. Bu kun ichida harakat qilib ko'ramiz do'stlar. Bu 10 kunni ham men bitta 1-2 qismga bo'lib chiqarsamki yoki bittami, bunisini keyinroq hal qilamiz. Birinchi bo'lib hozir biz kuchayib olishimiz kerak. Kuchayib olamiz, kuchayib vista kesib olamiz. Keyin biz bu yerdan kirkasimiz va kavlab ketamiz. Da. Kirkamni yasaman mana. Qiymas. Do'stlar, sizlar tezroq obuna bo'ling. Shunda ko'proq videolar chiqadi. Chunki menga bu videoga, qaysi videoga ko'proq like qilsa, o'shanga o'xshash videolarni chiqaraman. Ya'ni qaysi videoga ko'p yig'ilsa, o'sha video sizlarga qiziqroq deb tuyulsa kerak deb o'ylayman men. O'zim uchun albatta. Sizlar qaysi videoga ko'proq like yig'ib bersanglar, o'shanga o'xshash videolar ko'p chiqaraman. Sizlar shuning uchun menga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'ying. Do'stlar, men buni 2 qismga bo'laman. Bu birinchi kun. Bo'lmaganda 10 kunni tez o'tish iloji yo'q. Shuning uchun 2 yoki 3 qism qilmoqchiman. Bizga shu ham bo'laveradi, 2-3 qism. Hozir daraxtcha bo'lsak, konga tushganimizda kerak bo'ladi. Ayniqsa ko'mir topsak, fakellar yasaymiz. Buni qilamiz, ko'p tasik taxta ketib qoladi. Endi biz do'stlar kon topishimiz kerak. Kondan esa biz temir olamiz. Tezroq kon topishimiz kerak. Bu atrofda itlar ko'p ekan, ya'ni bo'rilar. Hozir ular bo'ri, men boqib olganimdan keyin mening sadoqatli itim bo'ladi. Buning uchun menga suyak kerak, ammo menda suyak yo'q. Qo'y kerak bo'ladi bizga albatta. Iloji boricha tezroq qo'y o'ldirib, yotoq yasab olishimiz kerak. Bir kunni tunini tezroq o'tiramiz. Do'stlar, bu qo'yma yoki cho'chqa? Men buni bilardim. Men seni topdim. Yulib ket. Bechora. Bu hayotda hamma narsa bo'ladi. Hatto men bo'lishim mumkin. Lekin meni o'ldirish oson emas. Nima bu? Bag'ib qoldi shekilli, bu yer qorong'i bo'lmasi kerak edi. Nima? Mana do'stlar. Muhimi hamma narsa nima bor bu yerda? Tashqariga chiqadan javob ber ekan. WhatsApp qilasan. Bekor kelding-da. O'lasan baribir. Do'stlar, biz bu yerda temirda kuchayib chiqib ketishimiz kerak. Shuning uchun biz bu yerda temirlarni olamiz-da.
Do'stlar, biz tezroq temir kovlashimiz kerak. Hali biza temirdan birini ham yasaganimiz yo'q. Yaxshiyamki o'zim bilan daraxtlar olib bo'lgandim. Bo'lmaganda daraxt ham kerak emasdi. Baribir shaxta topib oldik. Bu yerda taxtalar bor. Bizga ko'mir kerak. Iloji boricha ko'proq. Nimaga deganda do'stlar, hali biz bu yerdan temirlarni eritishimiz kerak. Fakel uchun unchalik ko'p kerak emas. Bittasidan 4 ta yasasa bo'ladi, bemalol. Biz unchalik ko'p ko'mir olishimiz shart emas. Bizda allaqachon diamonds bor. Men shunisiga mazza qilyapman. Endi biz fakellar yasab olsak, bularni qo'limizga olib olamiz. Do'stlar, bizda diamonds. Bu yerda nima bor ekan? Baribir ko'raman. Hech nima yo'q ekan-ku. Bekor keldim. Iloji boricha yurish kerak. Buni ochgandim. Nargi tarafga o'tish kerak do'stlar. O'tamiz. Judayam asamga tegib yordi bu suv. Yo. Yo'qol. Endi bu ketsa boshqasi asabga tegyapti. Nima izduvosda qilyapsizlarmi? Men baribir o'taman. Shular gaplariga qarab o'tirmayman. O'taman dedim-mi, o'taman. Mana buni omadsizlik desa bo'ladi. Yo. Nima bo'lib ketdi bu yerda? Yo'q. Asabga tegyapti bular. Bu yog'ida yo'qotdik. Bu yog'ida yo'qotish. Yanami? Zaybal qo'rdi-ku bu. Tugadi-ya. Va nihoyat. Yanami? Bo'ldi, men u tarafga bormayman degandim. Ammo oxirgi yo'limiz shu ekanda. Biz bu yerlarda ketamiz. Assalomu alaykum. Sen meni urdingmi? Bu zombilar bekordan bekor yurmaydi-da. Menimcha bir narsa bor bu yerda. Da do'stlar, temir. Fakelimiz qolmadi. Yana lava kero boramiz. Yana lava. Bu yerni mana bunaqa qilamiz. Moganda men cho'pcha olaman, fakelchalar va iloji bor verstagim qo'yaman va yotoq yasab uxlaydigan vaqt bo'ldimi? Do'stlar, tong ottirib yuboramiz. Bitta kun o'tdi. Biz bir kunni o'tirib oldikmi? Bizaga hozircha bo'laveradi.
Har bir videoda bir kun o'tirsak 10 ta qism qilsam juda ham uzun bo'lib ketar ekan. Shuning uchun iloji boricha tezroq o'ynashimiz kerak. No, qaysi tarafda yo'l bor? Bu yoqda yo'q ekan. Kelgan tarafimizga ketaveramiz endi do'stlar. Aytgancha bu lava tarafga boraverdik deb. Yo, bormaganimiz ma'qul. Men borib ko'raman deganim, borib qolaman demagandim. Men qayerlardan keldim o'zi? Yo. Yana temir. Yana shu konga qayt. Yo, oltin topdik. Lekin menga oltin kerak emas, menga diamond kerak. Birinchi kundanoq diamond bilan kuchaysak. Do'stlar, mana shu yerdan diamond topishimiz mumkin. Fakerim qolmadi meni. Yo. Mana shunaqasi. Yo. Duascha qo'slarmi? Nima qilib tashlading? Yo. Do'stlar, menimcha biza hali beri bu yerdan chiqa olmaymiz. Yo bolalar, hammaga xayr. Bu birinchi qism edi. Hammaga xayr. Ikkinchi qismda kutinglar. Ko'p 10 ta like ishlasa yoki 20 ta bu video ikkinchi qismi chiqadi. Bye bye.